Tashkent City'ning ro'parasidagi mana shu domdan biz remont 74 kvadratli uyimizni bitta obzor qilib ko'ramiz. Prixoshkani kattaligiga shunday e'tibor bersanglar ham o'zingizlar bilasizlar, kvadraturasi qanaqa kattaligini ko'ryapsizlar. Kirishingizda mana shunaqa katta prixoshka bo'ladi. Chap tomonimizda birinchi xonasi va balkonga ham o'tsa bo'ladi. Bu ikkinchi xonamiz, ikkinchi xonadan ham balkonga o'tsa bo'ladi. Bu kuxnyasi, kuxnyani ham ko'rsatay sizlarga. Kuxnyani o'zidan balkonga chiqilyapti. Mana ko'rishinglar mumkin. Buni o'zini ham bitta xona qilib olsanglar bemalol bo'ladi. Sababi bu joydan ko'pchilik mana shunaqa kvadraturadagi uylarni 3 xona, 4 xona qilib qo'yibdi. Qaranglar. Bu pastdagi plashatkasi, Humo Arena shunday ko'rinib turibdi. Narxoz xullas lokatsiyasi bomba. Bu yoq tomonda vanna joylashgan. Vannaga kirishinglarda mana shunaqa katta joy bor. Bu vannani o'zi. Bu yoqni shunday ochib yorib, qo'shib, общий chiroyli qilib bitta sanuzel tashlasanglar, va idealni bo'ladi. Bu yana bitta alohida hojatxonasi. Bu yerda shkafni ham shunday olib tashalsa, anchagina kattagina prixoshka bo'lib ketadi. Hurmatli kuzatuvchilar, 74 kvadrat 6-qavatda joylashgan jami 9 qavatli uyimiz edi. Bemalol kimga ma'qul bo'lsa qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqsanglar, naqdga ham ipoteka orqali ham xarid qilsanglar bo'laveradi.